Assalomu alaykum, hurmatli Hanko 301 YouTube kanalimiz obunachilari. Mana uzoq vaqtdan keyin qariyb mana quyonlarimiz bir oy oraliqdan keyin yana tug'ishni boshladi. Hozir 3 ta quyonimizni qo'shganmiz yaqin oraliqda. Qolganlari biroz farq qiladi. Shulardan birinchi mana o'tgan safargi quyonimiz, samga quyonimiz o'tgan safar 10 ta bola bergan edi. 10 ta bolasini 20 mart kuni sotuvga qo'yganmiz 40 kunligida va 21 mart kuni kuyi kelganda bu quyonimizni erkak quyonga qo'shuvdik. Kechagi kuni bola beryapti, mashalloh. 21 aprel sanasiga bu quyonimiz tug'di. Kechagi kuni sanagandim. Bugun kelib yana bir qator holatini bir qator ko'rib sanab qo'ydim. Ko'rishinglar mumkin, 8 ta bola bergan bu safar. Hamma bolalari sog'lom, chiroyli holatda va bolalarning razmeri ham katta yiri tushgan. Alloh baraka bersin, mashalloh deb qo'yasizlar, o'zidan ko'paysin. Xudo xolasa nari tomonda ham quyonlarimiz bo'g'oz. Nasib bo'lsa bu quyonimiz mana shu oyda oxiriga 28-29 aprel sanasiga tug'adi. Alloh baraka bersin, o'zidan ko'paysin.